Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Türmə xatirləri Məhbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Sot emas teatr idi. 2014-yil 4-iyul sot echiladigan bo'ldi. Undan burun Tangirtaq rayonluq təftiş və sotdan kelgan odamlar to'xtamay vaz etdi. Maydan boshlangan Uyg'urcha nasihatlar, bishoratlar və ogohlantirishlarni to'la angladim. Ogohlantirishning eng ig'iri bu deloni avtonom rayonluq siyosiy qonun komitetining turg'izganligi, Ju Xaylunning bevosita qo'l tiqqanligi edi. Manga aqlash yo'lidagi barliq urinishlarning natijasiz bo'ladiganligi eskartildi. Shundan keyin manga barliq qonuniy tartiblarning soxtaligi, taftish, sotchi va advokat bo'lib rol ilayotganlarning artistligi ma'lum bo'ldi. Әмді мәнму рол ilishim kerak edi. Teatrning qiziq yeri shuki, jazolag'uvchilar bilan jazolang'uvchilar o'xshashla bir mushkulotning ichida edik. Ularga jazolash vazifasi, manga shu jazoni qabul qilish talabi yuklangan edi. Bu ularga yuqoridan tushgan siyosiy vazifa bo'lg'achqa, bir amal qilib meni jazolab, xizmatini ado qilishi kerak edi. Qamoqxonaga kelgan taftish, sot xodimlarining og'ziga qarasam, hamma odam bu teatrning tezroq tugab, normal xizmatiga qaytib ketishni orzu qiladi. Ularning ichida uzunga so'zilgan bu delodan bezib, safra bo'lib ketganlarimi bor edi. Bo'libmi taftishdikilar shundaqdek qiladi. Ammo ularning qo'pollik qilishlarimu, tahdid silishlarimi oxirida chiroyli tushuntirishlar va hatto o'zra qo'yishlarga almashadi. Amaliyotda qattiq yumshoq vositalar deyilayotgan gaplarning yolg'onligi deguvchigimi, anglovchigimi aniq edi. Shundoq qilib, iyunning oxiridan boshlab bir teatr qo'yilib o'tdi. Men sotning mazmunidan bakrak sotda rol olg'uvchilarning mahoratiga diqqat qildim. Bu teatrning avtori va rejissyori ssenariyani yozib bo'lgandan keyin orada ahvolga qarab mazmun, ko'rinish va artistlarni to'xtamay o'zgartgandan boshqa hech bir repetitsiyaga qatnashmadi. Balkim o'rinlanish jarayonini yiroqdan kuzatib turgan bo'lishi mumkin. Birinchi parda. Majburiy iqror. 2014-yilning mayning boshlari bo'lsa kerak, Tangirtog' rayonluq taftish mahkamasidan Aygul bilan Abdurazaq keldi. Jinoyatim bekitilibdi. Jamoat omonat pulini qonunsiz egillash jinoyati bo'yicha ayblanibdiman. Hayron qoldim. Tutqanda mablag' chiqarishda soxtalik qilish degan jinoyatni artgan. Qo'lga olganda qonunsiz mablag' to'plash bo'lib o'zgargan edi. Amdi qarsam, men xalqning omonat pulini to'plab, banka ochgan bo'ptimanda. 2 soatdek talash tartish qildim. Abdurazaqning chekkan tamakisi nafsimni qisib, ko'nglimni ilashtiradi. Bu tuhmat qanchalik kessin, men buningga iqror bo'lmayman, degan gapda ching turdim. Abdurazaq iqror qilsamla qutuldiganligim haqida to'xtamay vaz etdi. Men iqror qilsang kangchillik degan gapga ishonmaydim. Uning ustiga xalqning pulini egilib oldi deganlik men uchun ahonat edi. Abdurazaq oxiri, qara, sana yaxshilik qilganni bil. Bu degan jungo, akang taklif qilgan advokat bir artist, biz degizgandan boshqani demaydi. U seni hargiz gunohsiz deb oqlay olmaydi. Sana faqat bizla yordam qila olamiz. Biz seni jinoyatini tonidi, ifodasi yaxshi desak, bizning deganimiz bo'yicha sud yenikiltib hukm chiqaradi. Agar sen johillik qilsang, davlatning qo'sh til siyosatiga qarshi chiqqan qilib, qaytadan delo turg'izimiz. U chaqda siyosiy jinoyatchi bo'lib muddatsiz kesilasan. Akangmu seni deb necha oy bo'ldi, darvozamizdan ketolmagili. Akamning ismini anglab, tuyuqsiz bo'g'zimga bir narsa kaplashdi. Balkim akam shundoq qilishimni aytqandi. Balkim iqror qilmasam bo'lmaydigan bir yeri bordir, deb o'ylab, jinoyatimga iqror bo'lib qo'l qo'yib berdim. Qarasam, Ma'mad Sidiq bilan Dilyormu iqrornomaga qo'l qo'yibdi. Buni ko'rib ko'nglim sal aromiga tushdi. Chunki iqrorga qo'l qo'yishdan burun bu ikkalanga yuz kelolmagandek tuyg'ularda bo'lgan edim. Ikkinchi parda. Saxta sud. Advokatim keldi va yaqinda sotga chiqadiganligimni uqtirdi. Sotning xabarini anglab xo'sh bo'ldim.
Təftişlərinin vədisi boyunca bolsa, sotda burun yatqan vaqtimğa to'g'rilab kesim e'lon qilinadigan, hukm chiqib bir qancha kun ichida qutuldigan bo'lgan edim. Ularning aytishicha, bizning uydagilar Urumchiga kelib tayyor bo'lib turganmish. Men yenib chiqsam, Ramazonni Urumchida billa o'tkazib, ketishni o'ylashayotganmish. Sot echildigan kuni qoq saharda uyqum echilib ketdi. Sot zaliga ilib mingilganda, koridorda birər jiddiylikni his qilmadim. Zalga shillimizdan qo'rib tutib yengishtirib ilib kirganda qarasam, sotxona qup-quruq. Faqat 3 advokat, 3 aybligüchi, bir sotchi, bir katib va saqchilar turadi. Hammaylan savollarga bir qitimdan javob bergan bo'ldik. Sal saqlagandan keyin ayrim-ayrim bo'lib, yana bir qitim sotchining oldiga sotqa ilib chiqildik. Oxirida uchaylan sotchining oldiga tizildik. Taftishlar bizga tonish, hatto yada bo'lib ketgan aybnomamizni o'qib chiqishdi. Advokatlar faqat bizning jinoyatimizni tonish pozitsiyamizni maqtab, oqlagan bo'ldi. Dilyarning advokati bizning millatlar ittifoqligini kuchlantirganligimiz va qo'g'diganligimiz nuqtasidan chiqib bir gaplarni qiladi. Chiroyidan yavash, oq ko'ngilligi chiqib turadigan, ko'zlari yashang'irab qolgan bu odamga ichim og'ridi. 3 mahbus taftishlar o'qigan, to'g'risi ular bizni aldab chiroyli to'qib chiqqan va biz iqror bo'lgan jinoiy qilmishlarga barhaq deb qabul qildik. Biz sotda deyish talab qilingan hamma gaplarni deb, umu oz kelgandek sotdagi iqrorlarga talab bo'yicha qo'l qo'yib berdik. Sotdan keyin yenimga kelgan advokatimdan hukmning qachon chiqadiganligini so'rasam, buning sot emas, isbot anglash yig'ini ekanligini aytdi. Saxta sotdan keyin ayrim bir ishxonada biz haqida qoldirilgan birər yüz bat isbotga bir-birlab qo'l qo'yib zerikdim. Qo'limning uchida ismimga o'xshaydigan hili chambar, hili ellipslarni sizishga boshladim. Qonun soqchisi yenimizga kelib, "Qandaq imzo bu?" deb so'radi Dilyar darhol. "Mashhurlarning imzosi bo'lmamdi?" deb chaqchaq qildi. Bu chaqchaqni uchimizdan boshqa hech kim tushunmadi. Bir yildan beri do'stlarimning ovozini sig'inib qolgan ekanman. Tunji qitim 3 mahbus birodar bir-birimizga qarab qaqoqlab kulishdik. Keyingi navbat echiladigan rasmiy sot haqida qayta uqtirish kelganda o'yinning qiziqi qolmagan edi. Bu o'yinning burunroq tugishidan boshqa orzuda bo'lmadim. Bu qitim advokat yana keldi. Uningga oilamdan hech kimning kelmasligini aytdim. Söyginidan boshqa gunohi bo'lmagan bag'irlarimning meni putqo'llarim bog'langan, choch soqollarim changidak o'sgan holda ko'rib, yuraki ezilmasin deydim. Manga oilam va qarindoshlarimning xabarini yetkazishdan boshqa roli bo'lmagan advokatim bu qitim onamning keladiganligini uqtirdi. Amaliyotda mendan kimning keladiganligini so'rash bir rasmiyat bo'lib, kimning kelishiga ruxsat qilish hukumatning qaroriga bog'liq ish edi.